Shu desanglar devichkaxonlar, bugun xo'jayinimdan karomli somsaga zakaz oldim. Birinchi bo'lib o'rtacha kattalikdagi karomni o'rtasidan bo'lib qaynab turgan suvimizga solib 15-20 minut davomida yaxshilab qaynatib olamiz. Maromiga yetib yumshab qolgan karamlarimizni olib, o'zimizga qulay bo'lgan idishga solib, qiymamizni olamizda ichiga piyoz, guruch hamda saryog'imizdan 2 osh qoshiq qo'shib, tabga ko'ra tuz hamda ziravorlardan ham solib, yaxshilab aralashtiramizda chetga olib qo'yib, o'zimizga qulay bo'lgan tovani olib, o'rtasiga o'zimizni milliy paxta gulli piyolamizdan qo'yib, ustidan karam yaprog'idan to'shab, ichiga qiymadan solib, xuddi shu ko'rinishda yopib olamizda piyolamizni ag'darib, hammasini bir-biriga mahkam qilib, birin-ketin terib olamiz. Karomlarimizni yaxshilab qaynatishga va bir-biriga jips qilib terishga ahamiyat bersangiz, birga bir o'xshab chiqadi. Keyin esa 300-400 gram suvni olib, iloji bo'lsa ichiga o'zingiz tayyorlagan sousdan 3-4 osh qoshiq solib, yaxshilab aralashtirib, haytgancha tuz solish esdan chiqmasin. Karomlarimizni ustidan quyib yuboramizda, shunaqangi folga bilan yaxshilab ikki tomonlama o'rab olamiz. Men qilgan xatoni sizlar qilmanglar. Tovani bog'ichi plastmassali simdan chiqib qopti. Keyin atverkani olib, bo'litlarini bo'shatib oldim. Yaxshiyam osongina bo'shatib oldim. Keyin esa oldindan qizdirilgan 220 gradusli duxovkamizga 1 soatga jo'natib yubordim. Butun uyni mazali hidi tutib ketgan somsa deymizmi endi buni yoki do'lmami, xullas shu yeguligimiz tayyor bo'ldi. Buni qaranglar, hech qayeri ochilmasdan shunaqangi chiroyli pishgan, yana ham sochliroq bo'lishligi uchun ustidan suvlaridan ham quyib yubordim. Buni mazasini gapirmasa ham bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham shunaqangi oson uslubda albatta tayyorlab ko'ring. Ana endi baho beringlar-chi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmas 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.